Do'stlar, bu video orqali atigi 20 soatda tradingni o'rganishligingizni tushuntirib beraman do'stlar. Qanday qilib 20 soatda bemalol biror bir sohani o'rganib olishligingiz mumkinligi to'g'risida gaplashib o'tamiz. Nafaqat trading, buni boshqa sohalarga ham ishlatsangiz bo'ladi. Albatta ba'zilaridan nisbatan, lekin sizni ekspert qilib qo'yadigan darajada emas, lekin bemalol sohani tushunadigan darajada bo'lasiz atigi 20 soat orqali. Bu narsani sizga faktlar bilan, ilmiy asoslar bilan hamma narsasini keltirib beraman hozir video davomida. Bu narsani men o'zi aslida qayerdan oldim deydigan bo'lsak, mana bu YouTube'dagi videoda men bir necha yillar avval ko'rganman. TED Talk degan YouTube kanal bor. Bu TED Talk, ya'ni bu dunyo miqyosida xalqaro darajada olib boriladigan ekspertlar tomonidan biror bir mavzuni olib chiqib, o'sha mavzuni zo'r qilib yoritib beradi va har bitta anaqada TED Talk'da juda katta ma'lumotlar yotadi. Va aynan mana shu videoda 20 soat, birinchi 20 soatda siz lyuboy narsani, xohlagan narsangizni o'rganishligingiz to'g'risida tushuntirib berilgan va juda ko'pchilik biladi. Ingliz tili o'qiydiganlar yoki bo'lmasam qanaqadir abituriyentlar, nimagadir tayyorlanayotganlar biladi. 10,000 soat qoidasi. Ya'ni biror bir sohada mutaxassis bo'lmoqchimisan, 10,000 soat ishlashliging kerak degan bir konsepsiya yoki stereotip bor. Mana shu narsani ham tushuntirib bermoqchiman. 10,000 soat tushunchasi, ya'ni trader bo'lishingiz uchun 10,000 soat sarflashingiz kerakmi? Balki hadir, balki yo'qdir. 10,000 soat nima uchun sarflanishligi kerak? Siz trading sohasida aynan bitta yo'nalishida eng topoviy, dunyo tan oladigan darajadagi ekspert bo'lishligingiz uchun 10,000 soat sarflashligingiz kerak. Lekin oddiy holatda natija qilishligingiz uchun yoki bo'lmasam o'sha daromad qiladigan trader bo'lishligingiz uchun, investor bo'lishligingiz uchun 10,000 soat sarflashligingiz shart emas. Tradingni tushunib, o'rganib olishlik uchun atigi 20 soat yetadi do'stlar. Va men bu narsani hozir sizlarga yana ham konkretniy qaysi holatda bo'lishligini bittama-bitta tushuntirib beraman. Misol uchun do'stlar, sizlar bilan Udemy veb-saytiga kiramiz. Bu ingliz tilidagi veb-sayt, lekin bu sizga misol tariqasida ko'rsatishim uchun kerak bo'ladi. Udemy veb-saytiga kirsak, mana trading bo'yicha kursni yozdim. Mana bir nechta trading kurslari bor bu yerda. Birinchisini ko'radigan bo'lsak, do'stlar, mana 9,5 soatlik darslik bu yerda. Ya'ni 20 soat qoidasi bu sizni bir kuningizdagi 20 soatga teng emas. Bu 20 soatlik materialga teng. Bu men shaxsiy o'zim hayotda olgan qoidam va mana shunga amal qilib men doim ko'p mavzularda oson biror bir narsani tushunaman. Oson biror narsani o'rganishim osonroq kechadi. Ya'ni 20 soat desa, siz o'ylamangki, men hozir mana bugun boshlasam, 2-3 kunda 20 soat, 8 soatdan vaqt ajratsam, общий aytaylik 20 soat bo'ladi. Shu bilan bo'ldi, men o'rganib olaman. Yo'q, adashyapsiz. Agarda bunaqa holatda o'ylayotgan bo'lsangiz. 20 soat qoidasi nima deydigan bo'lsangiz, 20 soat qoidasi 20 soatlik material, 20 soatlik o'shani ustida ishlashlikni nazarda tutiladi. Misol uchun statistika bor. 8 soat ishlaydigan ishchi, kun davomida 8 soat ishlaydigan ishchi atigi 3 soat ishlaydi o'zi. Effektivniy ishlaydigan vaqti 3 soat hisoblanadi. Bu statistika, buni bemalol ko'rib olishliginglar mumkin. Ya'ni atigi 3 soat ishlaydi 8 soatli ish kunida. Ko'ryapsizlarmi? Qolgan soatlari boshqa narsalarga chiqib ketadi. Telefoniga qarashligi, chalg'ishligi, o'tirishligi, bilmayman, hojatxonaga borib kelishligidir, yana ovqatlanishidir yoki bo'lmasam yana xayoli boshqa joyga ketib qolishidir, biror bir narsani qidiryapti, boshqa ma'lumotga o'tib ketib qolishligidir. Shunaqa narsalar chiqib ketadi. Effektivniy ishlashligi 8 soatlikda o'rtacha 3 soat bo'ladi. Demak, siz aytayotganimdek 20 soatni 2-3 kunda qilib qo'yaman desangiz, xato o'ylayapsiz. Mana kursda mana 9,5 soatlik kurs. Buni kimlardir ko'rishligi uchun 1 hafta ketar, kimlar uchun ko'rishlikka 2 hafta ketar. Ya'ni siz 20 soatlik ma'lumotni o'zlashtiradigan bo'lsangiz, lyuboy sohani tushunib, o'sha sohada ma'lumotga ega bo'lasiz. Bu degani, siz zo'r mutaxassis bo'lib, ekspert bo'lib ketasiz, unda zo'r natija qilasiz degani emas. Yoki misol uchun doktor bo'yicha, aytaylik, xirurgiya bo'yicha 20 soat mavzu ko'rsangiz, operatsiya qiladigan doktor bo'lasiz degani emas. Lekin 20 soat ichida o'sha xirurg qanaqa kasb, nimalardan tashkil topgan, nima qiladi ishi, qanaqa qilib misol uchun operatsiya bo'ladi, operatsiyada nimalar kechadi, xirurgning o'zi vazifalari, kim uni klienti, qanaqa maosh oladi, shunga o'xshagan hamma ma'lumotini bilib olishligingiz mumkin. Ya'ni o'zlashtirib tushunib olishlik darajasi mo'shni bo'ladi. Birorta bir xirurg bilan kelganingizda, umringizda umuman xirurgni bilmasdingiz, keldingiz, suhbatlashadigan darajada, uni temasiga kiradigan darajada gaplasha olasiz.
Do'stlar, videoda mana shu joyda qisqagina pauza olamiz. Sizlarga kattakon rahmat videoda ko'rayotganinglar uchun va sizlarga aytmoqchi bo'lgan muhim ma'lumotim, bilasizlar, bu kanalda videolarim doimiy ravishda sizlarga berib boriladi tekin formatda va mana shuni qo'llab-quvvatlash uchun iltimos qilardim. Pastda kommentariyada o'zinglarda xohlagan izohinglarni yozib qoldirsanglar anchagina podдержка bo'lgan bo'lardi va video yoqqan bo'lsa albatta like bosinglar. Bu ham albatta videoni prosmotriga anchagina foyda beradi. Bu nima uchun? Ko'proq insonlar moliyaviy savodxonlikka erishishligi uchun sizlarda yordaminglar, aynan sizni podдержкangiz kerak bo'lyapti do'stlar. Va undan tashqari kerakli ma'lumotlarni, kerakli postlarni, kerakli fayllarni sizlarga barchasini hammasini o'zimning Telegram kanalimda Nur Ismoilov kanalida qo'yib boraman. Shu yerga ham o'tib qo'yib obuna bo'lsangiz, YouTube'da qo'yilmaydigan qisqa videolar, kerakli postlarni o'sha yerda o'qib olishingiz mumkin bo'ladi. Qani videoga qaytdik. Endi baribir aytib o'tganimdek, meditsina sohasida anaqa emas. 20 soatda operatsiya qiladigan darajada bo'lib ketmaysiz. Endi tradingni ham 20 soatda siz zo'r natija qiladigan, doim oyda stabilniy daromad qiladigan treyder emas, lekin 20 soatda tradingni mo'shni o'rganib olishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, mana 9,5 soatlik kurs. Men bu yerda hozir pastroqda ko'rganim mana 18 soatlik kurs bor. 18 soatlik kursni kimlargadir o'sha aytganimdek 1 oy, 2 oy vaqt sarflash mumkin. Yoki YouTube'da yana bitta anaqa ochgan edim, post bergandim mana. Rich Dad and Poor Dad, kambag'al va boy otani kitobi. Audio holatdagisi 6 soat do'stlar, ya'ni bitta kitob 6 soat. Bu kitobni kimdir o'qishligi uchun aytaylik 1 oy, 2 oy vaqti ketishligi mumkin. Kimdir 1-2 haftada o'qishi mumkin. Lekin shunaqa kitob mana 6 soat bo'lsa, deyarli 3 ta kitob bo'lsa, 20 soatga yaqin bo'ladi. 3 ta kitobda qancha bilim o'zlashtiraman deb o'ylaysiz? Juda ko'p bilimlarni o'zlashtirasiz. Va albatta bu o'z-o'zidan sizni o'sha soha, o'sha mavzu yuzasidan yaxshigina tushunadigan insonga aylantiradi. Mutaxassis, ekspert qilib yubormaydi, to'g'ri. Lekin bemalol o'sha sohani tushunadigan darajada bo'lasiz. Misol, yana bitta misol keltirib o'tmoqchiman. Misol uchun mana men onlayn kursimni bu yerda anaqasini qilganman. Mavzular yozib chiqilgan. Har bitta videoim minutlargacha yozilgan videolarim. Va bu yerda mana soatlarini chiqarganman. 11 soat. Birinchi bo'limim mana trading kursimdagi 11 soat. Ikkinchi bo'limim trading bo'yicha videolari bu 20 soat. Uchinchi bo'limi ham 20 soatdan oshiqroq va islom moliyasiga taalluqli bo'lganlar bu yerda mana 4 soatga yaqin va professional mavzulardagi bu yerda mana 11 soat. Bu hali oxirgi mavzularimiz qo'shilmagan holatda. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bu yerdagi soatlarni hammasini qo'shadigan bo'lsak, do'stlar, 66 soatmi chiqqanida 66 soatlik darslik bor. Mani darsligim 66 soat. Bunga yana biz qo'shimchalar, islom moliyasi bo'yicha darsliklar, yana boshqa bir nechta darsliklarni qo'shmoqchimiz. Umumiy qo'shiladigan bo'lsa, balki bilmayman 4 soat qo'shilsa 70 soatlik darsligim bo'ladi. Va biza buni 3 oyga bo'lib beryapmiz odamlarga. 3 oyda ichida ko'rib chiqing. 3 oyda ichida ko'radi, amaliyotida ko'rib, o'rganib, qo'llaydi, umumiy holatda 6 oy vaqtini sarflaydi. Ya'ni 20 soatni siz qanchada ko'rishingiz mumkin? O'rtacha 1 oyda ko'rishingiz mumkin. O'rtacha 1 oyda o'qiysiz, o'rganasiz, kitob formatida bo'lsa, ko'rdingiz, bitta kitobdagi ma'lumot 6 soatga teng. Ya'ni kambag'al, boy ota, kambag'al ota. 6 soatlik ma'lumot bor ichida. Yana boshqa kitoblarni olasiz, ularda ham soatini yozib ko'rasiz, общий qo'shganingiz 20 soat. Va ana shu ma'lumotlarni o'zlashtirganingizdan keyin men 100% garantiya beraman, o'sha mavzuni tushunadigan odam bo'lasiz. Любой temada. Men bu bo'yicha juda ko'p anaqa qilganman. Men meditsina sohasi bo'yicha ham qaysidir mavzuda 20 soatga emas, atiga 5 soat yoki 10 soat o'sha mavzu bo'yicha izlanish olib boradigan bo'lsam, yetarli darajada men o'zimga kerakli mavzuda ma'lumotlarni olib chiqib ketaman, savollarimga javob olaman. U yog'iga dals yurmay ham qo'yaveraman. Ba'zilarda yurganman dals. Ya'ni oxirigacha boring, nima bo'ladi? O'sha trading sohasiga oiddir, islom moliyasiga oiddir yoki aynan qanaqadir spesifik, ya'ni biror bir narsaga yo'naltirilgan mavzular bo'lishi mumkin. Ana o'shalarda 20 soatga kirib ko'rganman. 20 soatda konkretni ayta olaman, o'sha mavzuni tushunadigan yaxshi bir inson, bir bilimga ega inson sifatida shakllanganman. Shuning uchun ayta olamanki, 20 soatda do'stlar, aytib o'tayotganimdek, olayotgan materialingizni o'qishlik muddati qanchaga bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni qo'shganingiz 20 soat bo'ladigan bo'lsa, konkretni olishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, kurslar, bitta narsani biling, kurslar odatda oson bo'ladi o'zlashtirish. Ya'ni 9,5 soat yoki 10 soatdagi kurs albatta o'zlashtirish osonroq.
Nimaga? Chunki u videoda vizualni ko'p narsani tushuntirib qo'yadi. Lekin kitob bo'ladimi yoki bo'lmasam maqola bo'ladimi, qanaqadir text book bo'lishi mumkin. Ularda soati kichkina bo'lishi mumkin, lekin ularni o'zlashtirishingizga ko'p vaqt ketadi. 10 soatlik videoda 15 soatda ko'rasiz. Qaytadan eshitib, pauza qilib. Lekin 10 soatlik materialni siz 10,5 soatda qabul qila olmaysiz. Unga juda ham ko'p vaqt ketadi. 50 soat, 60 soat vaqtingiz ketib qolishi ham mumkin. Men ilmiy maqolalarda o'qiganimda 10 minutlik maqola bo'ladi, 1 soat o'qiyman. 1 soat o'qiyman tushunib olishligim uchun. Shunaqa darajada qiyin bo'lardi. Shuning uchun aytmoqchimanki, siz olayotgan materialingizni muddatiga qaraysiz. Bu yangi konsepsiya bo'lishligi mumkin, lekin shu holatda garantiya beraman do'stlar, 20 soatlik ma'lumot o'rganing, любой temani biladigan bo'lasiz. Zapchast temasi bo'ladimi mashinada, trading bo'ladimi, любой narsani qila olasiz. Va kurs olayotganingizda soatini so'rang. Necha soatlik darslik bu? 20 soatlik darslik agar trading sohasi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bu sizga hech narsani o'rgatmaydi. Do'stlar, agar video manzur bo'layotgan bo'lsa, sizga yana bitta zo'r ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Pastda, videoning pastida, opisaniyada men sizlarga maxsus silkalar tashlab ketganman, havolalar. Bu havolalar orqali o'tadigan bo'lsangiz, sizni maxsus master klasslarga, vebinarlarga yo'naltiradi. Mana shu vebinarlarda siz trading bo'yicha strategiyalarni, trading bo'yicha noldan o'rganish bo'ladimi, har xil mavzularda siz kerakli master klassga yozilib, mutlaqo bepul bo'lgan master klassda qatnashishligingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Sizlarga maslahatim mana shu master klassida qatnashinglar. YouTube'dagi videodan ko'ra bir necha barobar kerak bo'lsa, sizlarga trading investitsiya sohasini chuqurroq yo'naltirilgan holatda o'rgatadi. Qani videoda davom eting. To'g'ri, ya'ni qaysi ma'noda? Ya'ni natijaga olib chiqadigan darajada bo'lmaydi. Tradingni tushunib olasiz, lekin natijaga olib chiqadigan bo'lmaydi. Natijaga olib chiqadigan ko'proq soat ketadi. Ko'proq soatlar o'rgatish kerak. Hech bo'lmaganda kamida 40-50 soat bo'lishi kerak. Trading investitsiya bilan konkretni sizga nimanidir tushuntirishligi uchun. Shu do'stlar, ya'ni 20 soatda haqiqatda o'rgansanglar bo'ladi. Bu ilmiy ravishda bir nechta odamlar sinab ko'rgan va bu narsani 20 soat shunchaki praktika yo'li bilan o'rganishlikni ham bu yerda mana TED Talk'da berib o'tilgan. Ya'ni men hozir aytgan konsepsiyam TED Talk'dan salgina farqli. Shuni ham aytib o'tib ketay. Biladiganlar chiqib turib ertaga boshqacha gapiryapsan demasligi uchun. Lekin o'sha aytganimdek 20 soatda 10,000 soat sarflamasdan o'zingizni qo'rqitib, voy bu 10,000 soat bo'lsa qo'y demasdan 20 soat atiga sarflab, bu degani 1 oy, agar sekinroq bo'lsangiz 2 oy sarflab turib biror bir sohani tushunib olishligingiz mumkin. Shuning uchun qo'rqmang biror bir sohaga kirishlikdan, biror bir sohaga vaqtimni sarflab, umrimni riskovat qilib yuboraman demang. Olayotgan ma'lumotingizni tizimli ravishda shundoq bittani qilib oling. Nima desam, upakovka qilib oling, komplekt qilib oling, o'sha 20 soatda o'zlashtiring, konkretni tushunasiz. Mani YouTube'dagi videolarim ko'pchilik aytadi, men ko'pini ko'rganman deydi, 100 ta 200 tasini ko'rib oladi. Endi unaqasi kam, lekin 50 ta 100 tasini ko'rgan odam ham men bilan kelganda o'zi biladi, men bilan gaplashish deydi. Halol investitsiya nima, islom moliyasi nima, fond bozori nima, bemalol gaplashadi, chunki uni sarflagan vaqti, mani kontentlarimni ko'rgan vaqti o'sha 20 soatdan oshib ketgan. Shuning uchun sizga ham tavsiyam shu, 20 soatda bemalol tradingni ham o'rganing, boshqa mavzuni ham o'rganing. Agarda sizga mana shu 20 soatda qanaqa qilib unumli ravishda bo'lish kerak, qancha darslik ko'rish kerak, qancha maqola o'qish kerak, qancha kitob o'qish kerak, shular qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Bu bo'yicha alohida video qo'llanma qilib chiqishligi mumkin. O'zim qanaqa ravishda o'rganishimni bu videoda cho'zib o'tirmaymiz. Asosiysi sizlardagi qo'rquvni olib tashlashlik va 20 soatda ham nimanidir o'rgansa bo'lishligini sizlarga isbotlab bermoqchi edim va isbotini iloji boricha ko'rsatishlikka harakat qildim va buni albatta sinab ko'rsangiz o'zingiz hayotingizda ko'rasiz. Va Xudo xohlasa o'ylaymanki, sababchi bo'lib qolaman boshqa yangi narsalarni yana ham osonroq o'rganishligingizga. Kommentariyada izohlaringizni qoldiring. Albatta, siz bilan keyingi videolarda ko'rishguncha bu videomiz tugadi.